Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi manzil Farg'ona shahri Sadvin Savxoz Afrosiyob to'yxonaga yetmasdan piryardik. Sizlarga uchastka topib qo'yganman. 4 sotiga jichcha kam yer sotilyapti uchastka. Vadadadan degan joyda mana qarang. Xo'p, darvozaxonadan kirasiz, chatda 10 ta xona bor, hojatxona, hammom bor. Uyimiz to'liq pishiq ishlar bo'lgan. Suv, gaz, kanalizatsiya bor. Mahadastur, Sadvin Savxoz elitni hududlarda mana shu yer sotilyapti. Mabodo deyman, yo'q bo'lsa kelib olib qo'yasiz. Puli xudolar sizlarga arziydi, qoniqtiradi, arzonga beradi. Ro'yxatdan kirasiz, chap qo'lda bitta xona bor. Bismillah. Chiqamizda. Mana xona. Endi xona shu holaga sotiladi. Tay linoleum, devor emulsiya, rang berish kerak, tevadan rang berish kerak bo'ldi, uy bitdi. Lekin pechkasi yo'q ekan. Mana holati. Endi bu tomonda ikkinchi xonasi. Xuddi shu holat. Bir qadar shpakilovka rang berasiz. Tay pol ekan. Podvali ham bor. Suv bor. Hammom, tualet, vanna. Farg'ona shahri Sadvin Savxozda bo'lyapti. Akalar bu yerda 1 soti yerda $10,000, $8,000 deyishyapti. Mana shu xonadon 4 sotgacha yaqinroq. 2 xona uyi bor, pishig'ishda bo'lgan. 47 mingdan tushib beraman deyapti. Agar 4 sotga 10 mingdan bo'lganda 40 ming bo'larmidi? Bitta $7,000 narsa bormi, yo'qmi? Undan tushib beraman deyapti. Mabodo shahar zonasidan 2 xonalik 60 kvadratlik yaxshi kvartira bo'lsa, barterga iloji bor ekan. Faqat biz xizmat bersa yengil.